Avvalambor Muzayyana sizga savolim bor edi. Mana shu suhbatimizni boshlashdan oldin sizga bir gapni aytmoqchiman. Agar xo'p desangiz, Xo'p, mayli. agar Xudo taqdir qilib, taqdirimiz bir bo'lsa, agarda meni 5-ayolim bo'lishlikka rozimisiz? Voy. Nega 5? Buni sababini keyin aytaman. Bu Asadbek kulib turibdi, ozgina hazillashyapti Qani, shekilli. so'rayinchi Muzayyana. Ha, Muzayyanani o'rniga men javob beraman. Erga navbatga turgandan qattiqqa navbatga turgan yaxshi. Da, to'g'ri. Men bu savolni berishimdan maqsad bularni fikrini bilmoqchiman va undan so'ng esa men o'zimning javobimni aytmoqchiman. Sababi nima uchun 5-o'rinda ayolim deb qabul qilishligimda. Birinchi o'rinda onasi, ammasi, xolasi shu. Qani, mana fikrini eshitaylikchi bo'lmasam ketdi Muzayyana. Yo'q, men har doim birinchi bo'lishim kerak. Endi meni javobimni